Yuzingdan ketmasin kulgu, endilikda istaganingda qo'ng'iroq qilqil jinniliklar, telba deb o'ylasa ham. Samandar aka, qo'lmash ko'chadan yurganimizda bitta narsa esimga kelaveradi. Nima narsa? Mana yo'lda har kuni qizlar bilan borib repetitorga borardi. Ayolsaga tayyorlardi, siqilib, bir balolik qilib darsdan qochib xudoqlab yurarmidik. To'xtang. Siz o'sha paytda nima qilgansiz o'zi? Mana xuddi shu joyda marojin sotganman. Menga ham olsa bo'lmagan. Ertadan kechgacha quyoshda marojin sotib, terlab, arzon pulga ishlaganman. Bitta ideya kelib qoldi. Agar o'sha paytdagi Savana seni ko'rib qolib, oldinga borib, "Men bilan gaplashsammi?" desa, "Xo'p" degan bo'larmidi? Yo'q. Nimaga? Ana kambag'al endi marojin ichaman deb, to'g'rimi? Erkak kishini omadi bilan. O'qimagan bo'lganingiz uchun. Katta o'qishim kerak ekan, siz bittada xavda borishingiz uchun. Keling ko'rsataman. Shahar centrida joylashgan Perfect University'da. Tushunishingiz uchun bu yerda 30 ga yaqin eng top yo'nalishlar bor. Darsda xorijiy professor ustozlar tomonidan o'tilar ekan. Bu ham yetmaganiga grant stipendiyalari ham bor ekan. Naqd 20 ta davomchi xalqaro tashkilotlar va 75 ta davomchi nufuzli kompaniyalar bilan hamkorlik. Yaxshi. Eng zo'ri 3 yil Toshkentda, keyin bo'lsa 1 yil London yoki Malayziyada o'qitishadi. Bu uyingiz bilan solishtiring. Eng arzon kontrakt Perfect'da. Bo'lmadi. Men o'rtalarni o'qimoqchi edim. Bu yerda yotoqxonasi yo'q ekan-ku. O'rtalaringizni bemalol olib kelsangizdan bo'ladi. 1500 kishiga mo'ljallangan yotoqxonasi bor. Hamma sharoitlari ichida. Mana shu yoqqa kirsam, menga xo'p degan bo'larmidi? Xo'p deb o'ylaysan-ku.